xotiram yaxshi bo'lishi, keyin ko'p narsa esimda qolishini xohlardim. Mana miya megabayt yoki benzin bas. Ishlatsangiz tugab qoladigan. Bosib ishlatish kerak buni. Odamlarni fikrini o'qishim xohlayapman. Men aytaman, bolalarni qo'liga telefon bermanglar deyman. Ko'p ota-onalar yosh bolani qo'liga telefon berib qo'yadi. Shunday qobiliyatim bo'lsa, og'ir bemorlarni 1 soniyada davolasam. O ulug' shaman. Meni davolang. Xohlagan paytim a'lochi bo'lib qolishni xohlayman. Xoch O'zbekiston kelyapti. Agar menda shunday qobiliyat bo'lganida, bolalikka qaytishni xohlar edim. A sinfni bitirganlar yomon tulay ekan. Ani bolalarini, qizlarini hammasini tushundim. Sizda qanday qobiliyat bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Albatta, juda ham chiroyli savol bo'pti. Men o'zimda qanotim bo'lishini, osmonlarda parvoz qilishni, dunyoni shunaqa chiroyli mo'jizalarni osmondan yuksak parvoz ostida ko'rishni istardim. Agar mard bo'lsangiz, kommentga yozasiz. To'g'risini ayting.